بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz va muhtaram din qardoshlarimiz, sizlar bilan baxtiyor oila turkum suhbatlarimizni davom ettirishdan g'oyat mamnunmiz. Alloh subhanahu va taoloning o'ziga beadad shukrlar bo'lsinki, bu ne'matni siz bilan bizga muyassar qilmoqda. Odatda to'y bo'lib oxiriga yetgandan so'ng kelin-kuyovlarni o'zlariga ajratilgan xonaga kiritish haqida bo'yicha tayyorgarlik ishlari yugur-yugurlar boshlanadi. Shunda ko'proq duogo'y kishilardan, otaxon, onaxonlardan, ilmli sohiblaridan kelin-kuyovlarning haqlariga duo qilish va ularni o'zlariga ajratilgan xonaga kirib yolg'iz qolishlariga sharoit yaratish bo'yicha urinish, harakat qilishlar boshlanadi. Ana o'sha paytda ming afsuslar bo'lsinki, ko'pchilik holatlarda diniy ta'limdan yiroq bo'lganligimiz oqibatida bid'at, xurofat, shariatga yaqin bo'lmagan ba'zi bir gap so'zlar, xatti-harakatlar qilinadi. Ko'proq kuyovga o'zlariga o'xshagan bilimsiz kuyovnakarlar yoki shu ishga o'zini qo'shmoqchi bo'lgan ilmsiz odamlar, kelinlarga yangalar va shularga o'xshagan shaxslar nasihat qilishni boshlashadi. Ba'zi vaqtlarda o'sha nasihatlarga quloq soladigan bo'lsangiz yoki o'sha ishlarni mag'zini, mazmunini anglab yetadigan bo'lsangiz, juda bir uyat, ayib bo'lgan gap so'zlar ham bo'ladi. Misol uchun ba'zi viloyatlarda oyoq bosdi degan gapni chiqarishadi. Kuyovga ham, kelinga ham dastlabki uchrashgan paytda ulardan qay biri ikkinchisini oyog'ini bosib olsa, kelajakda oilada o'sha oyoqni bosib olgan shaxs hukmron bo'lishi, qolgan shaxs esa demak mahkum bo'lib umri mutiyilida o'tishi kabi gaplarni uqtiradilar, tushuntiradilar va bunga astoydil harakat qiladilar. Qaysi taraf oyoqni bosib olsa, o'sha taraf va uni odamlari xursand bo'lishadi. Oyog'i bosilgan taraf esa hijolatchilikda va kelinni yoki kuyovni keyingi umri mutiyilida o'tishini qayg'usini qiladilar. Bu juda ham noqulay narsa. Ilmdan, ma'rifatdan, dindan, diyonatdan yiroqlikni yorqin bir namunasi hisoblanadi. Ba'zi bir joylarda kelinning rizqi o'zi bilan bo'lsin degan ma'noda kelinni boshiga non bog'lab qo'yish yoki shunga o'xshagan holatlar ham bor. Bular ham demak uyat, ayib ishlar bo'ladi. Bid'at, xurofat ishlardan iborat bo'ladi. Shuningdek, kelin-kuyovlarga oyna ko'rsatish, yana Qur'on ko'rsatish yoki shunga o'xshagan ba'zi bir bid'at, xurofat amallarni qilib, so'roqlar berib, javoblar olish ma'nolari ham bor. Xuddi o'sha oyna ko'rganda aytgan so'roqqa javobni to'g'ri bersa, kelajakda baxtiyor bo'lib ketadi-yu, adashib qolsa baxtsiz bo'ladi kabi holatlar bor. Va bundan tashqari yana juda ko'p mana shunga o'xshagan gaplar bo'lishi mumkin. Hammasi savodsizlikni, bilimsizlikni, bu borada ilohiy ta'limotdan, shariat ma'rifatidan uzoqdalikni namunasi sifatida bular ko'riladi. Bular uyat, ayib, bo'lmag'ur gaplar ekanligini har bir inson tushunib yetsa bo'ladi.
va buni qilish ham kerak. Odamlarimiz ularni teran aql bilan taroziga solishlari kerak. Shariat bo'yicha qanday bo'ladi? Mana shu kelin kuyovni to'ydan keyin xonalariga kirishga tayyorgarlik ko'rish va kirish ishlari qay tarzda bo'lishi kerak degan savol beriladigan bo'lsa, buni javobi Rasuli akram alayhisolatu vassalomning sunnatlarida, shariatimiz ta'limotlarida kelgan. Eng go'zal holat, qilingan ishlarni tarix bo'yicha eng muhtashami, eng go'zali Hazrati Ali radhiyallohu anhu bilan Fatima onamiz radhiyallohu anholarning to'ylarida bo'lgan holatdir. Ana o'shanday payt kelganda Rasuli akram alayhisolatu vassalomning shaxsan o'zlari ularga nima qilish kerakligini ko'rsatganlar, aytganlar, qilganlar. To'y tugab odamlar tarqalishni boshlayotganda Rasuli akram alayhisolatu vassalom Hazrati Aliga menga uchramay turib bir ish qilib qo'ymagin deb aytganlar. Ana o'sha vaqt kelganda Rasuli akram alayhisolatu vassalom hozir bo'lib Fatima onamizga bir idishda suv keltirishni buyurganlar. Fatima onamiz suvni keltirganlaridan keyin suvdan olib Fatima onamizni boshlariga va ko'ksilariga sepib turib duo qilganlar. Allohim, men sendan buning o'ziga va unga rizq qilib beradigan zurriyotlariga shaytonni yomonligidan panoh so'rayman degan duoni qilganlar. Keyin yana suv keltirishni buyurganlar. Yana suv keltirilganda endi bu safar Hazrati Ali radhiyallohu anhuni boshlariga va ko'kslariga haligi suvdan sepib turib, Fatima radhiyallohu anhoga qilgan duolarini Hazrati Aliga ham qilib turib, so'ngra Allohim, men seni o'zingdan bu ikkovlariga va ularga rizq qilib beradigan zurriyotlariga baraka berishingni tilayman degan duoni qilganlar. Ana kelin kuyovni qo'shilishib bir oilada yashashi uchun bildirilgan eng yaxshi istak ikkovlarini jamlanishini, barakali bo'lishini Alloh taolodan so'ras, ikkovlari ahil inoq bo'lib, baxt, saodat, xayr, baraka bilan hayot kechirishlarini Alloh taoloning o'zidan so'rab duo qilishdir. Ikkovlaridan paydo bo'ladigan zurriyotlarni ahli solih, mo'min, musulmon, go'zal insonlar bo'lishini Alloh taolodan so'rab duo qilishdir. Mana shu ishlarni biz o'rganishimiz kerak. Har bir to'yimizda shu ishlar bo'lishi kerak. Avval afsus va nadomat bilan aytib o'tganimiz bid'atlar, xurofatlar, bo'lmagur gap so'zlar, kishilarni ranjitadigan narsalar, yaxshilikni emas, yomonlikni qo'zg'atadigan, tuyg'ularni jo'sh urtiradigan gap so'zlar, xatti-harakatlar bo'lmasligi kerak. Ana odat bo'yicha kelin kuyovga ajratilgan xonaga avval kelin kirib o'tiradi. Bu kelinning ham, kuyovning ham umridagi eng ahamiyatli kun hisoblanadi. Eng baxtli kun hisoblanadi. His-hayajonlari, har tarafdan bo'lgan tuyg'ulari ajoyib bir holga kelgan bo'ladi. Odatda qizlar, kelinlar bu paytda juda hayajonni yuqori nuqtalariga chiqqan bo'ladilar. Hayolari juda jo'sh urgan payti bo'ladi. Shuning uchun kuyovlarga kelinlarni oldiga kirayotganda bismillahni aytib, o'ng oyog'ini oldin qo'yib kirish va tabassum bilan, muloyimlik bilan, xushtabiyatlik bilan kirib borish tavsiya qilinadi. Haligi avvalgi aytgandaqa oldin oyog'ini bosib olaman degan niyat, qandaydir qo'pollik, bir-biridan kam kelmaslik uchun harakat qilib ustun bo'lishga urinish kabi holatlar mutlaqo bo'lmasligi kerak.
ikki taraf ham odob bilan, ikki taraf ham sokinlik bilan, o'zaro ehtirom bilan bir-birlarini munosabatda bo'lishlari kerak. Ana o'sha kirganda shu kitoblarimizda kelgan, sunnatda kelgan narsa shuki, kuyov kelinni peshonasiga qo'lini qo'yib turib duo qiladi. Allohim, men bu kishini sendan yaxshiligini so'rayman va unga qilgan, xalq qilgan yaxshiliklaringni fazlidan so'rayman degan duoni qilish kerak. Rasuli akram alayhisolatu vassalom shuni ta'lim berganlar. Ana undan keyin ikkovlari niyat qilib 2 rakat namoz o'qisalar, tavsiya shu, juda yaxshi bo'ladi. Kuyov imom bo'lib, kelin ortda turib iqtido qilib 2 rakat nafil namoz o'qib, o'zlarining oilaviy hayotlariga, bir-birlari bilan bo'ladigan munosabatlariga Allohdan baraka tilab, yaxshilik qilib, tilab, duo qilsalar, Allohdan solih zurriyotlar so'rab duo qilsalar, sunnatga muvofiq ishni qilgan bo'ladilar. Agar buni imkoni bo'lmasa, kuyov o'zi alohida, kelin o'zi alohida, ikkovlari 2 rakatdan namoz o'qishib, ikkovlari o'z hollaricha duo qilsalar ham nihoyatda yaxshi bo'ladi. Mana bu shar'iy ta'limlar nihoyatda sodda, nihoyatda maqbul, ham hozirgi kunni, ham kelajakni orzu umidini ifoda qiladigan ajoyib bir holatlardir. Mana shu holatlarni qo'yib, bid'atga, xurofatga, haligindek o'zaro inoqlikni o'rniga kim ustun bo'ladi ma'nosidagi bid'at gaplarga amal qilishga o'tish holatlari esa albatta odobga ham, axloqqa ham, mo'min musulmonlarni siymosiga ham to'g'ri kelmaydigan ishlardir. Shuning uchun kelin bo'lishga hozirlanayotgan qizlarimiz, kuyov bo'lishga hozirlanayotgan yigitlarimiz, ularni ota-onalari, kattalari o'sha to'yga tayyorgarlik ko'rish paytida mana shu ishlarga ham tayyorgarlik ko'rib, kelinlar, kuyovlar bu ishdan bexabar bo'lsalar, ularni boxabar qilish, bir ikki ayttirib, dedirib, qilib ko'rsatib, tayyorlab borishlari kerak. Ana shunda haligi ko'cha-ko'ydan kelgan savodsiz kuyovnakarlar, yangalarni bid'at xurofatlariga kelin kuyovlarni o'zlari ko'nmaydigan bo'lib qoladilar. Biz o'zimiz bilamiz, sizlarga rahmat. Hozir biz duo o'qiymiz, sunnatda kelgan 2 rakat namoz o'qiymiz, boshqa narsalaringiz keragi yo'q desalar, odob yo'li bilan bo'laveradigan holga keladi. Mana shularni biz yo'lga qo'yib borsak, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Alhamdulillah, hozir kelinlikka, kuyovlikka nomzod ba'zi yigit qizlarimiz chiqqan kitoblarni o'qib, internetdagi ma'lumotlarni o'qib, yana bilganlardan so'rab, o'rganib, tayyorgarlik ko'rib, hamma narsa dinimiz ta'limotiga, Rasuli akram alayhisolatu vassalomning sunnatlariga, shariatimiz ahkomlariga muvofiq bo'lishi uchun qo'ldan kelgan ishlarini qilyaptilar. Bu albatta quvonchli narsa, lekin bizi orzuyimiz, umidimiz shuki, har bir oila, har bir kelin, har bir kuyov mana shuni qilishlari kerak. Keyin katta bo'lib qolganda xabardor bo'lib, "Attang, bizni to'yimizda shuni qilmagan ekanmiz" deb yurmasliklari kerak. Alloh subhanahu va taolo barcha kelin kuyovlarimizni baxtiyor qilsin. Ularga dinimiz ta'limotlari asosida oila qurib, oila tutish baxtini muyassar qilgan bo'lsin. Va axiru da'vauna alhamdulillahi robbil alamin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.